Assalomu alaykum bizni kuzatayotganlar, bizga like bosayotganlar, kommentariy yozayotganlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganlar. Sizlar bilan sinfda efirga podkastini 6-sonida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugungi mehmonimiz Xonqor tuman ixtisoslashtirilgan maktabning rus tili fani o'qituvchisi Gulnora ustoz bo'ladi. Xush kelibsiz ustoz. Rahmat, assalomu alaykum. Sinfdan podkast efirlarini kuzatib boraman. Fikrlar juda ham qiziq, kommentariy qoldiraman va navbatdagi mehmoni bo'lgandan xursandman. Rahmat. Birinchi bayram bilan tabriklayman. Musulmonlarning bayrami Ramazon oyi bilan hammani tabriklayman. Hammangiz omadli bo'lsin. Ko'proq ilm olish harakati ta'lim oyida. Suhbatimizni boshlasak, bu maktabga kelishingiz haqida gaplashsakda, chunki men uchun qiziq. Meni halam yodimda siz imtihon topshirmoqqa borib edingiz. Xiva prezident maktabida o'qidi. Men ham borib edim. Xiva son 1-soni nima topshirmoqqa? Imtihon topshirmoqqa. Shunda suhbatlashib qoldik. Keyin shu vaqtda direktorimiz bilan keyin so'rashib edikda, Bekzod Saidov bilan shu aytdi, bir zo'r kizga gatir bizlar rus tilichi. Men suhbat etdim deb. Shundan bana tanıyman sizni. Yani 1-yildan emas, biz maktab ochilgan 2-yildan keldingiz. O'sha haqida fikr gaplashsak. Men bu maktabga o'qishni bitirgandan sразу ishga tushdim. Bu yerga kelganimda menga aytdilar, что ikkinchi toifali o'qituvchilarni, o'qituvchilarni oladilar dedilar. Lekin o'zingizni, bilimingizni ko'rsatsangiz, suhbatda o'zingizni ko'rsatib bilsangiz, sizni ham olishlari mumkin dedilar. Meni beumid emas, ichimda nabarot bir şöyle ishlasam bo'ladi degan shansni, shuning bir umidni berdi Bekzod ustoz menga va dokument topshirdim. Va qarabsizki, dokument topshirib turibmiz, pay etapna bo'ldi. Dokument topshirishda menda hali diplom berilmagan edi. Потому что 1-2 oydan keyin shuning beriladi diplom. Shu yerda problema bo'ldi va urdudan spravkalar olib, menga Bekzod ustoz yordam berdi. Keyin dokument topshirdik. Bizda bilasiz boshda test bo'ldi. Testda eng yuqori natijalardan biri bo'ldim va keyingi etap suhbat bo'ldi. Va suhbatda qarasam, meni o'zimni maktabimda menga rus tili o'rgatgan 2 ustoz bor ekan. Shaxsda ustoz bilan Sevar ustoz. Menda biroz bir волнение bo'ldi, немножко hayajonlandim. Потому что boshqachada baribir sizni o'qitgan ustozlar bilan birga ishlash, ular bilan birga imtihonda bo'lish. Ularda shuncha yillik opit bor. Men esa endi urduni bitirgan yo'q studentman. Lekin men o'zimga, bilimimga ishonar edim. Nechun desa, menda opit bo'lmasa ham, например, Amonashvili degan va o'shuna o'xshagan pedagoglarni, psixologlarni men ko'rar edim. Например, men o'zim qiziqib ko'rib yurdim YouTube'da podkastlarini va shu yerda, например, daftarlarni ko'k ruchka bilan, daftarlarni zелёный ruchka bilan, qizil bilan tekshirmasa bolalara boshqacha psixologik влияние o'tiradi degan eshitib qolgan shu, men ichim qisilgandan prosta ko'rardim. Shu narsa menga tushdi shu yerda, suhbatda. Bizlarga shunday shans berdilar. Ruscha javob bersangizlar ham bo'ladi, 1-2 savol o'zbekcha javob bersangizlar ham bo'ladi dedi. Rus tili menga ona tilidan kichkina vaqtimdan singdirilgani uchun men rus tilida javob berish, shuning shu vaqtda ham izlanib podkastlarni ko'rib yurganim menga yordam berdi va qarabsizki, men birinchi bo'lib kirdim eng baland bolalar bilan. Va shu narsaga men juda ham boshqalarga motivatsiya va boshqalarga umid berdiradigan primer deb o'ylayman. Nechun desa, men aytib bilmayman, menda opit yo'q, men girib bilamanmi, yo'qmi deb bilimimga ishonmay turmaslik kerak. Nechun desa, qachondir sen o'qitgan ustozlar bilan birga ishlab, ularni sana bergan bilimini ko'rsatish ular ham bir baxt deb o'ylayman. Ham bir narsani aytgan bo'ladim. Halol bo'lish kerak-da. Masalan, ko'pchilik o'qishni bitirajakda darrun pora berib, pul berib, ishga kirishga harakat etadi-da. Halol bo'lsang hayotda, vijdonli bo'lsang, albatta vijdonli insonlar ham ko'p deb o'ylayman. Hayot, masalan, o'zim ham ishga kirajak vaqti, mendan burun Xonqor tuman 2-sonda ishlayapman. Har kun 6-hissada nada o'tirardim. Har oyning 6-hissasida bandlikda o'tirardim-da. Grant olmoqqa ish topish kerak. Lekin hech ish chiqmayadi-da. Lekin men shu hech ish nima qidirmayapman. Keyin o'sha Fazilov degan bitta direktor bor. Vahodir ustoz juda ham bir
Vicdanlı ustaz özü telefon peri gel. Bana erkek bala gerek deb. İş tapışda vicdanam katta rol oynaydı. Doğru, mesela pul verip hem işe giriş mümkün. Yani hayatta görüp ku. Lekin ben hayatta öz ornunu tapa vermeysen, ben bir kıska olasan, 5 saat, 10 saatin oluşu mümkün. Şunday. Hem bir bu narsa özün erişkendini mazasını vermeydi. Lezzetini vermeydi. Evet. Şu okuş mevzusunu ölçsek, magistraturada okuysiz. Neçik bolup turupdy az. Men özüm dım kıynalganmanda, doğrusu magistraturada aşağı nimede Hankatı men 2-san kesipxonada işleýärdim. Keyin meni asasy bolup işleýärdim da. Nereden sınıf rahbarlikim barady indi aylykim azady 2 milyon 200 ming indi aylyk alardım. Keyin sınıf rahbarlikçiligimi alıp koysalar 1,5 milyon çıkıp kalardı. Magistraturanın kontrakt okuýanman. Bakalavrda grant okanym bilen. Keyin meni kıynap koyganda, keyin yok başta yok asasiyet pişçete veringler dep aytkanman. Lekin ilacı bolmagan. Sizden hiç bolup turupdy. Mende birinci birde işleyen, bu yıl 3-nji yıl işleşim. Birinci işleyen yılı ben magistratura tapşırmadım. İkinci yılı tapşırdım. Birinci yılı mende hem özüm finansavi erkinlikке çıkış maksadı baret. Ben özüme pulum boluşunu, özüm bir näselerini yığnaşını, bir näsele harit etişini hakladım. Ve keyingi yılı ben magistratura tapşırdım. Потому что уже sertifikatım, srokam tamam bolayradı tapşırmasam ve tapşırdımdan ikinci yılı girdim. Birinci yılı magistratura hem okuş hem iş beraber kıyınrak bolayken. Birinci yılda magistraturada najim berilişi, şu näsele kıyın bolayken. Raspisaniyany doğrulaş, bir bilen vanna doğrulaş. Lekin yaxşı zavuçumuz şu vaqtda doğrulap berdi, işlep bildik. Büyülese sel kamrak işledim. Потому что bu yıl raspисaniya doğru gelmedi. Hem bir yerde şunun vaqtincha içki çasavik boluşa hem mecbur boldum. Lekin hazır praktika vaqti aynı dersim sel köpeydi. Vandaki praktika bilen birge koşup bolup turupdy. İkinci yılı onun çeklim kıyın yok eken, kıyınçılık yok eken bir semestr okuduktan bana praktika boldu. Kıyın tarafı özü magistraturanın ikinci yılında aşı ne de boladı. Защита etemiz, disertasiya yazamız işinde boladı. Hem kıyın tarafı şundaki hem ben yeni gelin buldum. Aşı aile, iş ve disertasiya bu sel kıyın boldu. Lekin bir plus tarafı ben işlep her ustaz üçün her bir işleyen günü oput eken onu. Например, birinci işleyen yılın beraber nişat düşüntürsem eken, bunu bilmedik o, bunday boldu ko deysiz. Uje her işli verip bu klasım da düşüntürk gördün. İndiki ilmini kep düşüntürk göresen. Şu mavzunu arı klastam ötesen başka düşüntürk göresen. Ben uje özüme bir baza düzüp aldım. Tarkatmalarım her gün işletedim. Ya ki hem vaxt koyup her yıl klasa doğru geledi on narsalar ba, her yıl saytlar ba. Ulanı örgenyenim meni işimni angsatrak etdi. Evvel men derse köprak vaxt tayarlanışıma gerek doğru gelyen bolsa, hazır bu narsaya ancha az vaxt ketadi. Şu magistratura mavzusidan biraz suhbatlaşsak, o'zi maktabimizda ko'pgina o'qituvchilar magistraturani bitirgan. Menimcha ondan ko'p bo'lsa, 15 yaqin bo'lsa kerak. Lekin ko'pchiligini fikri bekor o'qibman deydi-da. Nima desam bo'ladi? Doğrusu magistratura institutda borib ishlamasang, maktabda uncha imtiyoz yo'q-da o'zi. Maktabda magistratura bitirgan bilan alohida imtiyoz bermaydi. Endi hozir toza bitirganlar berib turibdi. Magistraturani bitirsa doğrudan doğru birinchi toifada. Lekin bu yerda magistraturani bitirgan hammasi oliy toifadan o'zi. Evet. Institutga ketish niyatingiz bormi diyecekman-da. Magistratura o'qishga magistratura girmasiman burun menda ham shuning planlar bor edi. Magistraturani o'qish, magistraturani bitirincha men bu yerda ishlab turish. Keyin может быть urduda ishlayman, keyin izlab o'qiyman degan narsalar bor edi. Lekin bu vaqti men bu magistraturani ichine girib, universitetning sistemasini chiq bo'ladi, oyligini chiq bo'ladi, soatini chiq bo'ladi, uning narsalarni bilmas edim. Shu narsani ichine tushgandan keyin menda shunday fikr paydo bo'ldiki, men ko'rdan ko'ra o'qidim demayman. Lekin qachondir men o'qishimni izini продолжать etib, universitetda ishlashim mumkin. Lekin hozir emas. Потому что
mən bir yerdə tapıb oturğan aylıqımda magistraturanı bitirib universitetdə işləsəm, mənə qanıqarlı dərəcədə bo'lmaydi. Məni hazıram çakır qoydular orduğa işə, lekin bu aylıq mənə yol pulum bilan əbiyetimə yetsə yetədi. Olmasa yetmeydi. Bir de sertifikat için, например, kategoriya için aylıkımız aydın bolışı mümkün. Lekin bir de hem, например, adamda bilimi boğandan keyin bu həzət şu bilimini bərəsi gələdi, həzət işlisi gələdi. Bir de magistraturanı bitirib işləyəndə minuslarını köprək gördüm mən. Например, bir dersiniz Urdu'da, birisi Gurlenski'de. Birisi yana bir yerde. Qarabsız ki 10 minut içinde siz vana barışınız gerek. Hem bu fakultetlerde, например, fizkulturada, yana bir yerde. Şunun yerlere magistraturanı bitirib barğanlarını koyadılar. Ve siz gün boyu vandan bana bar pürisiz. Ve o adamlara şunu kabul kılınğan ki, onlara rus dili gerekmiydi, alfabetini bilmiydiler. Ben, например, Xudo şunun bar koyuptu, bilim boğandan keyin adam bərəsi gələdi. Neçəklim şunun adamla ba, neçəklim urunsanızdan bərk bo'lmaydi, bu fakt. Ma gerekmiydi deb hesaplaydı adamlara. Bir grupada bir adam bola, iki adam bola. Lekin hazır her taraflama bu iş bana doğru gelmedi. Hem yerde, например, yılda davamında neçədir makala çıkarış gerek, neçədir bir nəsə gerek. Hem veçli magistraturanı bitirib işləb bo'lmaydi yerdə, izini oku dediler. Hazır məndə köpünçə fokus buna məs ailə tərəfinə qaratıb durğana, mənə hazır bu doğru gəlməydi. Lekin mən bir xud okudum deməyəm. Nə üçün desə, əvvəl həmmədə orta obrazovaniya bolardı. Bakalavr bitirənlər kəm bolardı və şu an qoyub onunla həmmədən bakalavr tələb et başladılar. Hazır bakalavr həmmədə ba. Bərabər bir gündür magistratura oqamız bizlərə imtiyazı boladı. Ya aytganingizda mana bu institutda chaqirdilar, lekin bir yarim stavka ders beraman deb chaqirdilar, lekin men bu yerda bir stavkada oladim, mablag'imni taklif etdilar. Unchalik yoqmadi. Ham xususiylardan chaqirdilar-da, 1 yillik shartnoma taklif etib turibdi-da. Garantiya yo'q. Riskdan o'zi borasan, masalan, keyingi kelishmay qolishing mumkin. Ya masalan men magistratura bitirdim, PhD'ni yoqlamadim, qoldi o'qib turibman. PhD'ni yoqlag'alarga ularni olib qo'yishim mumkin. Keyingi so'roq ostida-da, shuning uchun yo'q maktab. Ham maktabni yaxshi ko'rib qoldim men. Endi ayolim magistratura taniysiz-ku, dugonangiz. U institutda ishlasi keladi-da. Men bilmayman, bola yaxshi ko'rib qoldim. Shu maktabda ishlasim keladi. Yo'q, ketsang ketaver. Men maktabda ishlayman deb aytaman-da. Boshqa mavzu o'tsak, sertifikat mavzusuna. Yaqinda 2 oy bo'ldi o'xshaydi. Yangi sertifikatingizni yangiladingiz, C2 rus tilini oldingiz. Dahshat natija, havasdamiz. Rahmat. Qanday bo'ldi bu C2? Men eshitmayapman, endi balki bordi. Agar Xankada kimdadir C2 bo'lsa, albatta kommentariya yozib qoldiringlar. Shaxsan men tanimayman, bilmayman. Shuning uchun uzrli. C2 alış, mən o'ylaymanki, özlərimizi milli sertifikat alışdan ansatraq bo'ldi mənə. Milli sertifikata indi tapşırdım, registrasiya etdim, apreldə ikincisindən girib görəməm. Lekin probli variantlarını, bahalaş mezanını görüb çıxdım ki, например, C2 tapşıracaqda həmmə oylaş mümkün bu neçəkli vaxtlab tayarlandı, ya başqa etdi. Yox, C2'nu alacaqda mən bir dənə demo versiyasını işləb gördüm. Və şu işləb görən versiyam bilən tapşırıb bildim. Nə üçün dəsə verə, IELTS-da yediğinden, например, hər yıl subtestları var, işte listening, reading, writing, şu говорение deyən punktları var. Bu sertifikatını alış üçün, C2'nu alış üçün rus dilindən fakat yine ədəbiyyat biliş gərək, ya ki fakat yine grammatikanı biliş gərəkməz. Например, verdə leksika, grammatika deyən punktunda ruslarını həyatında bula deyən. Например, diyalog bərilgəndən həyatda şu 2 yıl replika bərilgən işin çık mənanı əngilətədi. Verdə leksika, grammatikasını işləş üçün adam rus dili həyatını bir kısmında heç olmasa 30%'inde buluşu gerek de. Например, yine kitabında, ondan təşkərə ular bir seriallarında, kinolarında göstərdik o həyatını. İşin ərsəsini bilsə, iş yerlərini ötüş ansat buladı. Və qarabsız ki, bunu C2'nu alış üçün kurub
Aynen yotib yumalanıb qrammatik öyrəniş şərt emas. Adamda dünya qaraşı rivojlanğan bo'lishi kerak. Nə üçün desə, bu yerdə speakingdə hər xil savollar bərədi. Və buni speakingi biroz ingliz tilinikindən ajraladi. Situasiya bərədi, bir mavzu bərədi. Və например, şu mavzunu deydi, 15 yaşar balağa tushuntirib berdiydi. Və şu mavzunu universitetdagi adamlar tushuntirib berdiydi. Və duradan bir mavzu bərədən işində sən podkastda gəpləşkəndin gəpləşib berdiydi. Keyin sən aytgan nərsələrdən gəlib çıxıb sana savol bərədi. Aytacağım, sertifikat bu faqat bilimin, adamda bilimin emas, onu dünya qaraşını, onu qanchalik kur özünü fərən emas, başqa nərsələrə qiziqqandan bahalab bərədigən нәрsə. Və Nənə milli sertifikat mənə başqaçın tuyulğanın səbəbi, onda testləri başqaçınraq düzülgən və, например, inşa bilən grammatikanı, arğız literaturasını koridon bolsaq, bahalaş mezanı səl başqaçınraq. Adam bundan pütdən işlədi, bundan pütdə işlədi. Şu an koş başqa çətib çıxarmıydılardan. Например, adam grammatikasını, literaturasını, başqasını en zor etib işləsə həm, saçeniyasını, inşasını, essesini yaman yazsa, уже onun rezultatı riski düşüb getədi. Например, essesini yaxşı yazdırıb, banda grammatikada xata etsə, ondan rezultatı başqaçın olub getədi. Və, например, mən bir dənə demo test işləb, milli sertifikatdan A+ alıb biləm, mən də böyləmiyəm. Lakin nədən? Situ bu şu bir dənəni işləb, alıb biləyənimin səbəbi ki, mən bilimim şu dərəcə zor, gigant mən rus tilidən deyəcəkim yox. Bunu teyində yillik mehnət var. Bu mehnət neçik o? Например, hazır mən bilə görə şu podkastda aytıb ötəsim var. Yaş vaxtında oxuğan, içində durğan bilimlər katta bolğanından keyinəm səl yadından çıxışı mümkün. Lakin, например, bir tumbuçkanın üstünə çangın alıb pərsən yenəm gedib oladı ki, o bilimin üstünə səl demo versiya işləb bir nəsə oxub pərsən, yenəm yadına düşədi. Yaş vaxtında oxuğan vəclədim başqaça boladı bərabər. Və mən şu kiçkinə vaxtımdan mənə ənəm rus diliçi, atam rus diliçi, bizən özü ailəvi rus diliçimizdən, ənəmlə apayələrəm, iki tərəf ənəm atamlaram. Aşı kiçkinə vaxtı mənə şu bəriyən bilimləri kirpiç və kirpiçin alğan nərsələr hazıraça özünə meyvəsini bərədi. Nə üçün dəsə kətdə boğanından keyin, oxutucu boğanından keyin, bir ailəni gəliyini boğanından keyin səndə kiçkinə vaxtında idi, iş etmin, ya ki yarım günləb oturub oxumağa vaxtın bo'lmaydı. Şunun üçün mən aytıb ötkən bolaradım, məsləhətlərim. Kiçkinə vaxtın, məktəbdə oxuğan vaxtın alınğan bilimə, bu alınğan bilim bilən hazırgı alınğan bilimli kətdə farqı var. Bu yadınızda duradı köpüncə. Hazırgı yadınızdan geçişi mümkün, çıxıb geçişi mümkün. Nima haqqında gaplaşsak, ijtimoiy tarmoqlar haqqında ko'p videolarni qo'yib borasiz. Bir ikki videolarni gördüm, bir reyka chiqib ketdi. Tabriklayman. Men sizga bir reyka chiqarmayacakman. Oxirgi qaramda bir 71 ming yo'qadi o'xshaydi bir videoni. Hozir 90 ming. 90 ming oldimi? O'zi men ham ko'p video qo'yib boshladim. Siz yana bir ikkita ustozlar bu nechun kerak deb o'ylaysiz? Video ustoz shartmi ustozlar uchun? Biröyle şart deb o'ylaydi, biröyle вообще gerekmez deb o'ylaydi. Lekin men, например, şu Instagramda hazır hamma o'tiradi. Hammanın hayatı ma'lum bir qisluq bilan bog'liq. Например, men o'zim o'qituvchi bo'lamanmi, yo bir o'quvchi bo'laman. Shuni lentasida ko'rib o'tirganda bir chiqadidan baribir qiziqadi odam shuni. Например, men şu metodni qo'ydimmi? Şu metodni boshqa birovlar ko'rdidan shundan ilhomlandi. U ham darsida ishlatajak bo'lib ko'rdi. Va qarabsizki, men ham shu videoni boshqa birovda ko'rdim. Va o'zim shuni zatgan prosesimni klassda ishlatganimni, nishatib zotsa bo'ladi, nav so'zlar ko'rsa, o'zi bu metodni ko'rsangiz, ingliz tilichilar uchun chiqqan ekan. Inglizcha so'zlar boradi va u piramida shaklida boshqacha edi. Va men shuni o'zim ko'rdim, ilhomlandim va rus tiliga doira etib o'zgartirdim. Va shu narsa menga birovdan ko'rdimku, men ham social mediada, shu Instagramda yoki Telegramda ko'rdim. Shu narsani ko'rsatgan sayin boshqa o'qituvchilar, shuni ko'rmagan odamlar bor, shuni bilmagan odamlar bor, bunday g'oya yo'q deb o'ylaganlar bor. Shular ham ko'rib ishlatsa, neden polezniy narsa bo'ladi. Nechun desa, hozirgi kunda
Ballarını dərsə qiziqtirmasa, ularni fokus vnimaniyasini bir yerdə tutub durish qiyin. Hazır psixologlar ham SDVG degan diaqnozlarni qo'yadilar. Например, o'zingiz ham darsda ko'rgan bo'lsangiz, bir o'quvchi shunday o'tirib bir narsaga qara desang aytib bilmaydi. Bir yerini qashiydi, vona qaraydi, bunda ketadi, bunda ketadi. Bir yerda fokusini tutish qiyin. Shuning uchun darsda упражненияларning orasida shunday metodlarni aytib berish, yo bir boshqacha mantiqiy savol berib, yo boshqacha tarzda dars o'tirish zo'r deb o'ylayman men. Va shuning narsalarni ko'rsatib berish uchun, boshqalar bilan ham bo'lish uchun, shuning darsni o'tib bo'ladi deyish uchun video qo'yib borish zo'r deb o'ylayman men. Nashunasa odamdan ko'rib o'rganadi. Например, men o'zim sizdan ham ochiq darslar bo'lgan vaqtda bir saytlarni ko'rganman, to'lab turadigan diagrammangizni ko'rganman. O'zim Word Wall'ni nechadir o'qituvchiga aytganman. Birdan o'rganib, eshitib o'rgangani bu zo'r narsa. Uzr, biroz videoda endi uzilishma bo'ladi. Vaqt tamom bo'lib qoldi. Olib turgan videomizni fikrimiz davom ettirib ketaversak, kitob haqida suhbatlashib turdik menimcha. Avval 3 xil turdagi kitoblarni o'qiyman deb aytib turdim. Va bu qarang. Shuning kitob, например, naz katta bo'lgan vaqtda hech kim kitob o'qi deb majburlamaydi, o'zing xohlaganingni aytasan. Lekin men hayotimda shunday vaqt bo'lganki, shu podkast atamiz deganda ish fikrini aytib o'taman deb kallama keltirdim. 6-klass vaqtim yodimda bor. Anam rus tilichi o'qituvchi bo'lgan va spets maktabda ishlagan, uning oliy toifali o'qituvchi bo'lgan, medallari bo'lgan va hammamiz bilan uy vazifalarni ishlatadi, hammamizga bilimni ulashib beradigan odam shu edi. Va qarabsizki, 6-klass vaqtingiz baribir kichkina bo'lasiz. Sizni bir majburlasa atasingiz kelmaydi. Men o'r bo'lganman. Anam yozda kitob o'qitadi. Va shu vaqtda men bila ko'ra kitob o'qimaslik uchun kitob bilan yuzimdan bostirdim-da uxladim. Shu vaqtda meni majburlaganlar uchun men kitob o'qishni xohlamadim. O'zim shu vaqtda lekin podkursa ingliz tili, podkursa borish, ingliz tili o'rganish trendda emasdi u vaqt. Lekin o'zim soat 3 ta jo'qramada anamni yana bir opayasi yoniga borib ingliz tili o'rgandim. Lekin men shuni o'rganib tursam ham menga o'qimaysan deb aytganlar yoqmagandan o'rchilik etib o'qimaganman. Keyin qarabsizki, kattaroq klass bo'lib boshladim, o'zim shuni xohladimdan, o'zim ko'p kitob o'qiyadim. Va maktabni bitirib, litseyga kirdim men. 9-klassda olimpiadada birinchi o'rin oldim va shuni imtiyoz berdilar akademik litseylarga imtihonsiz o'qishga kirishni. Men shu yerga o'qishga kirdim va u yerdagi atmosferani men hozirgi kungacha sog'inaman. Nashundasa, kitob u yerdagi o'quvchilarni do'st edi. Hozirgi maktablarda prezident maktabi bo'lami, ixtisoslashtirilgan maktab bo'lami, bunning vibe, bunning atmosfera yo'q. Bu vaqtda telefon trendda emasmadi. Yoki bizning ham telefonim bo'lar edi. Bir oyda 30 megabayt bo'lar edi. 30 megabayt ishlanib bo'lgandan keyingi oygacha bir so'm pul tashlamaydi megabayt olish uchun. Nashunasa biz kitobdan o'qiyadik, Telegramda hech narsa tashlamaydi. Va koridorda hozir men o'quvchilarga aytsam ertakdan tuyuladi. Hammamiz kitob o'qiyadik. Vaqtda aqlli bo'lish, bir-biridan o'tib o'qish, o'qiyverish bu bizning hayotimiz mazmuni edi. Ham sinf rahbarimiz har kun o'qimasang bunday bo'ladi, o'qishga kirib bilmaysan, bir narsa deb aytaveradi, bizlar shu katta motivatsiya bo'ladi. U qattiq bo'ladi. Keyin koridordami, neredami hamma kitob o'qiyadi. Va shu vaqtda men kitob o'qish bir narsa motivatsiyamni, men kitob o'qishga intilishim yanada kuchaydi. Va qarabsizki, avgust oyida hamma podkurslardan javob berar edilar. Avgustda men xonamdan faqatgina ovqatlanish uchun chiqib kelar edim. Boshqa vaqtda kunim bo'yi shu adabiyot o'qiyadim. Shunday spisk tuzib edim. Pushkinni Palanchi asari, Lermontovni Pismaldonchi asari, keyin shularni o'tirib o'qiyadim. Va yozadim, bu qahramon mendek, bu qahramon mendek yozib, o'qib, o'zimga shuning zo'r vaqt bo'lgan shu. Men juda ham ma'naviy har taraflama o'sdim. Va shu o'qigan narsalarim hozircha yodimda bor. Yodimda yo'qlar ham bor, lekin deyarli ko'psi yodimda bor. Aytajakim, hayotingizdagi ayrim bir periodlarda siz
o'qishni xohlamasangiz yoki sizni majburlab turgan vaqtda o'qimasangiz, bu degani hayotda keyin hech narsa erishmaysiz degan yeri yo'q. Ota-onalar ham shu gapdan. Например, hozir bolangizdan bir yaxshi narsa chiqmaydirmi, yo o'qishga bir ehtiyoji bo'lmaydirmi? Bu degani qo'l siltab qo'yish kerak yoki mana bolamdan hech narsa bo'lmaydi, bola boshimdan ma'lum degan maqola suyanib qolish kerak emas. Odam xohlasa shunning ko'p narsani o'qib qo'yish mumkin. Shunning avval kellasini gemay ishlarni qo'yish mumkin. Va aytacakamki, bir gün o'qimading degani boshqa kun o'qimading degani emas. Bir gün o'xshamadi degani boshqa kun o'xshamaydi emas. Va qarabsizki, kitob bizning do'stimiz edi. Biza bu yerda butun yil davomida hamma formada bo'ladi. Biza koridor ham chiqmaydik. Nechun desak, xonamizda bo'ladi darslar. 3 pora o'tadi, 3 paradan keyin o'qiyadik, podkursimizga borar edik. Boshqa hech yerga podkursa borma, ko'rib bizning yerga podkursa bor degan gap ham bo'lmaydi. Podkursimizni o'qiyadik va lekin yilda 2 marta Navruzda va Yangi yilda bizlar haqiqiy partiyalar, zo'r narsalar tashkillashtirib beradi. Shu kuni o'qish bo'lmaydi, bayrak bukar edik, sumalak bo'ladik, Yangi yilda tashkila boradik. Lekin o'qish ham shu boshqacha narsalar ham, shu o'zimizning qiziqishlar ham bo'lar edi. Lekin shu 2 yil mobaynida biz o'zimiz berib o'qidik va qarabsizki, men shu vaqtda birinchi grantga erishdim, orzuyim edi. Ham o'qiyadim, ham kunida necha ming marta Xudodan so'ram bilmaysizlar. So'rayveradim. Ham bilim, ham Xudodan so'raganim, shu duolarim shu daraja bo'ldiki, men hayotimda 3 marta birinchi grantga erdim. Birinchi marta bakalavrda, ikkinchi marta magistraturada va ikkinchi kursda o'tajakda bizlarni boshqaldan grant kontraktda bo'ldilar. Bizlardan sessiyani juda ham strogi etib va unda ham o'zi 2 grant edik. Bir grant bo'lib men shunda birinchi grant bo'lib qoldim. Bu shu vaqtda olgan bilimlarim menga bakalavrdan, magistrdan kerak bo'ldi. Nechundasi asosiy fundamentini shu 2 yilda qo'ydim va ustuna olingan bilimlar shuni izi bo'lib ketdi. Shu vaqtda olgan bilimim bo'lmasa, bakalavrda hech kim siz bilan o'tir, o'qi, boshini o'rgataman demaydi. Izini olib ketadi hamma. Bu yerda olsang olding, olmasang olmading, hamma narsa o'zing qo'lingda. Shuning uchun kitob o'qish kerak deb o'ylayman. Faqatgina matematikani bilib yurish, faqatgina biologiyani bilib yurish yoki faqatgina ximiyani bilib yurish emas. Hayotda, например, biliming bo'lib turib, tarbiyang bo'lmasa bir tiyin. Biliming bo'lib turib, sen dunyo qarashing kichkina bo'lsa, bu bilimingdan foyda yo'q. O'zing ichingda qolaveradi u bilim, boshqalarga foydasi deymaydi. Biza, например, rus tili darsida, например, Pirogov degan doktorni o'tdik. Bizlar shuni tekst beriladi. Undan burun, например, Amir Temurni o'tdik. Bir kun esa Ibn Sinoni o'tdik. Va shu odamlarning haqida shuni men aytib o'tamanki, bu odamda faqat bilim bo'lmagan deyman. Nechun desa, например, Pirogov degan odam anesteziya, shu narkoz degan narsalarni kashf qilgan. Shu narsalarni например, uni yuragi, vijdoni, dunyo qarashi bo'lgani uchun shu narsani birinchi bo'lib o'zida eksperiment etib ko'rgan. Buni shu narkoz odamda nechik ishlaydi anesteziya deb. Bo'lmasa bir yeri og'rib turgan yoki bir nochor, shuni etib ko'raman deb bir ona podopitni krolik etmadi. Nechun desa, kasal odam shu narsani ishlatib ko'r desan iloji yo'q, yaxshi deb saglashat etadi. Shu odamni o'ldirmayin, bir narsa bo'lsa shu odamga bo'lmasin, o'zimda bo'lsin deb o'zida etib ko'rgan. Bu narsalar shundan dalolatki, odamda faqatgina meditsina bo'yicha bilimi bor emas, unda odamgarchilik bor. Unda vijdon bor. Bu narsalar ko'ri biologiya o'qisak, ko'ri rus tili o'qisak, ko'ri matematika o'qisak bizlarga kelmaydi. Badiiy adabiyot o'qisak, например, odam dunyo qarashini faqatgina kitobdan emas, bir podkast eshitib, bir aqlroq odamning gapini eshitib yoki bir boshqa narsalarni aytib ham rivojlantirsa bo'ladi. Men hozir o'quvchilarimga aytaman. Men hozir kitob o'qimoqqa avvalgidek vaqtim ko'p emas deyman. Lekin men nishataman. Men uyimda, например, galima ovqat etaman, posuda yuvaman. Shu vaqtda telefonimda YouTube'da, например, bir mashhur odamni yoki bir Qur'onda kelgan odamlarni hayotini bilajakmanmi, shu haqida video qo'yaman. Yoki bir psixologlarni, kichkina bolalarni tarbiyasi menga qiziq, shularni podkastini qo'yaman. Yoki yana menga o'zimga qiziq bo'lgan bir narsani qo'yaman. Men o'tirmayman. Meni vaqtim yo'q, menga kim vaqt topib beradi, menga bunday aytishingiz kerak demayman. O'zing xohlasang, shu 5 minutda ham, 10 minutda ham bo'lib ham o'zing rivojlantirsang bo'ladi. Rahmat. Oxirgi suhbatlashadigan mavzumiz qiziqarroq bo'lsin, norasan bo'ladi.
Size bir shunday imkoniyat bersa maktabimizda nomini o'zgartirar deyingda. Nimani qo'shgan bo'ladingiz? Nima yetishmay turibdi sizningcha maktabimizda? Ko'p narsamiz bor, lekin yetishmay turgan narsa. Doğrusu o'ylantiradigan savol bo'libdi. Например, men o'zgartirgan bo'lar edim maktabdagi intizomnimi bilmayman. Nechik taraflama. Например, yana o'quvchilara javob berilishine qarshi. Ishini to'g'rilashni kerak deb o'ylayman. Например, yana 7-klassda javob berib sertifikatga tayyorlanib turibdi dedilar. Qaranglar, bu bolaga biza bir tarafdan motivatsiya bo'ladi, oladi, keyin yana erishadi deydi. Lekin biza tengini aryan tarafini o'rgatmaydirmiz-ku bolaga. O 7-klass bola IELTS yoki TOEFL topshirish uchun har oyda palancha so'm pul to'lab bir yere borish mumkin. Boring yaxshi, hech yere podkursa bormasam, maktabda mut o'rgansa ham sertifikat topshirish pul. 500 ming so'm, например, ota-onasini 500 ming so'mni shab ishlashini o'rgatmay biza 7-klassda ham topshir, 9da ham topshir, 11da ham topshir, rezultati yoqmasa yana ham topshir deb biza pulni qadrini o'rgatmaymiz ularga. Undan tashqari o'qituvchilarga, например, men aytgan bo'lar edim, o'quvchilar bilan slishkim strogi ham bo'lish shart emas, slishkim dostona bo'lish ham shart emas. Nachunasa o'quvchiga men bu yerda eng zo'riman, meni gapim bo'ladi, sen hech kimsan, sen ko'r, men aytganimni aytishing kerak desa, o'qituvchi bilan o'quvchini orasida masofa bo'ladi va u o'quvchi bir narsani tushunmay qolsa ham, so'rashdan qo'rqib yolg'ondan tushundim deydi. Ayniqsa, например, til o'rganajakda. Men ham, например, o'zim o'quvchilarim bilan to'g'ri kuni kelganda so'kishing kerak, kuni kelganda talab etishing kerak. Lekin hamma vaqtda avtoritar bo'lish bu yaxshi narsa emas deb o'ylayman. Nechun desa, o'quvchidan zo'r fikr chiqishi uchun, o'quvchi faqatgina grammatikani bilib ketish emas, bir narsani fikrlash uchun u erkin fikrini aytib bilishi kerak. Sen avtoritar bo'lsang, u hech qachon erkin fikrini aytmaydi. Seniki zo'r deb, ava sizniki zo'r deb o'tiraveradi. Men shu o'quvchilarni shaxs sifatida ko'rib boshlasa va, например, bir yerda xatosi bo'lib ketdi. İBM'ni xato etibman yoki İBM'ni bunday etibman desa, shu o'rinda o'zgartirib bersa, o'quvchini nazarida o'qituvchining avtoriteti unda tushmaydi deb o'ylayman men. Shunday situatsiyalar bo'ladi. Например, o'qituvchi men o'quvchilar yanida o'zimni eng zo'r bilimi bor, hayotda hech qachon xato etib bilmaydi degan odam deb ko'rsatishim kerak deb o'ylaydi. Lekin, например, xato etsam shu xatosini tan olmasa o'qituvchi, qayta bu o'qituvchi xatosini tan olmaydirdi degan ichimda bir tuyg'u bo'ladi. Nechun desa, maktabda men o'zimda ham shunday bo'lgan. 6-klass vaqtim o'qituvchi bir narsada xato etgan, keyin ishni shunab o'zgartiraylik bir narsa desa, men ustimga tushib ketgan. Menga 2 ham qo'yib bering. Va qarabsizki, men u o'qituvchiga bo'lgan hurmatim yo'q bo'lgan. Nechun desa, men xato gap aytib turgan yo'q edi, yo haqorat etib aytmadim. Shuning uchun biza xatolarni tan olishni o'rgatmasak, ular kimdan o'rgansin? Biza pedagogika ustozim o'rgatgan har bir so'zi hozir ham yodimda. Bola ahmoq emas, bolani ahmoq deb o'ylagan. Ustoz o'zi ahmoq bo'ladi. Ya'ni bola bilmaydi deb bir narsa aytsang, oldiga qo'ysang, noto'g'ri narsang bola bilib o'tiradi. Shuning uchun bolaga har doim shaxs sifatida qaranglar deb o'rgatganda. Tashqari siza, например, o'zlarimizni o'zbekchilikda unda katta odam aytib bo'lmaydi deb, tashqari siza shunday deb aytmasa ham ichingdan o'tadi uni. Men lekin bolalarga bir narsani o'rgataman. Men giradigan sinflarga girsangiz, gap bilan fikrning farqi bor. Ya'ni ustozga qarab gaplash mumkin emas. Ustozning hurmati bo'ladi. Lekin ustozga qarab fikrlash mumkin. Masalan, bir xato aytib ko'z ustoz, shu xato aytdingiz, bir mavzuda ustoz boshqacharoq deb aytsa bo'ladi. Lekin gaplasa bo'lmaydi-da. Ag'zinagan gapni aytib tashlasa, u ham noto'g'ri holatda. Rahmat, juda ham ko'p bo'lib ketsa podkastimizni ko'rmay qo'yadilar odamlar. Shuning uchun qisqa onda ajoyib suhbat oldi. Menimcha bu suhbatning ikkinchi qismini ham qachondir aytsak kerak. Ko'p gaplarimiz aytilmay qoldi. Siz bilan yana bir marta hammani Ramazon bilan tabriklayman. Rahmat bizni eshitib o'tirganlaringiz uchun. Agar eshitgan bo'lsangizlar, komment yozinglar, like bosinglar, ta'limni qo'llab-quvvatlanglar va o'z fikringizni bildiringlar. Bizlar uchun feedbacklar muhim. Rahmat, xayr.